Ikkinchi qavatdan polnotsiyani 3 xonali yevro remont qilingan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar hozir Xalq hududida turibmiz. Mana shunaqa stol qo'yilgan. Bu tomonda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, o'tiradigan joy va bu yerda bizlarda chiroyli qilib oyna qilingan ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda birinchi xonamiz oshxona. Oshxonada hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kuxna garnitura, gazli plita, vытяжка, rakvina, o'tirib nonushta qilish uchun joy, parda, jalyuzilar qilingan. Kvartiramizning kadastri bor. 83 kvadrat, 3 xona polnotsiyani bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda katalariya yotoqxonasidan kровать, tumbuchkalar o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Travmatologiyada joylashgan 4 qavatli g'ishtli novostroyka domimizning 2-qavatda. Qaytarib o'taman. Bu yerda esa bizlarda mehmonxona. Mehmonxonamizda mana shunaqa chiroyli qilib uголок qo'yilgan, stol, pufik, televizor, parda gilamlar qilingan do'stlar. Narxini 83 ming deyaptilar, yana savdosi bor do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda общий sanuzul, eshiklarimizga ahamiyat bering, MDF krashini bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli sanuzulimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.